Assalomu alaykum. Hozirgi vaqtda hammada bitta savol. Umurtqalar orasidagi disk churralari, ya'ni bo'yin, ko'krak, bel umurtqalari orasidagi grijalarni aniqlashda MRT yoki MSKT apparati ma'qulmi? Albatta, MRT apparati chuqurroq va aniqroq tekshiradi, lekin MRT apparatiga hamma ham tekshiruv uchun tusha olmaydi. Sababi, yurakka stimulyator qo'yilgan bo'lsa, tanada implant yoki endoprotez metallar o'rnatilgan bo'lsa, bunday bemorlarga MRT ba'zi hollarda cheklangan, ba'zida mumkin emas bo'ladi. MRT apparatida shovqin baland va tekshiruv ko'p vaqt talab qilganligi sababli klaustrofobiya, ya'ni yopiq joydan qo'rqadigan bemorlarga MSKT tekshiruvi xavfsiz usul hisoblanadi. Metal implantlar yoki endoprotezlar yoki yurak stimulyatoriga ega bemorlarga MSKT tekshiruvi yaxshiroq, chunki bu narsalarning MSKT apparatiga hech qanday ta'siri yo'q. Klaustrofobiyasi bor bemorlar uchun MSKT ancha qulay, chunki apparat shovqinsiz, tekshiruv ko'p vaqt talab qilmaydi. Tekshiruv ko'pi bilan 2-3 minutda tugatiladi va natijalar juda tez olinadi. MRT yoki MSKT qaysi biri ma'qulroq ekanini shifokor bemorning holatiga qarab tavsiya qiladi.